o'sha sen xohlayotgan e'tibor, sen xohlayotgan mehr, tushunish, qo'llab-quvvatlash erkak kishiga ham kerak bo'ladi. Erkak kishi odam emasmi? Erkak kishi ham xohlaydi o'zini sevgandan, yaqindan mehr kutishi. U oilasiga qarasa, seni ko'nglingga qarasa, ko'chadagi ishini qilsa, kimdan mehr olsin? Sen tushunmasang bu yoqda injiqlik qilaversang, o'zing aytganingni qilaversang, munosabatlarni saqlab qolish erkak kishining qo'lida, to'g'ri. Erkak kishida ham mas'uliyat bo'ladi. Erkak kishi ham harakat qilishi kerak. Lekin munosabat faqat erkak kishiniki emas-ku. To'g'rimi? Erkak kishi hech qachon sendan kechirim so'rashni xohlamaydi. Kechirim so'ramasdan prosta qaylisan, yaxshimisan deb gapni boshlashi mumkin. O'sha payt sen nima qabul qilmaysan? O'zingchi erkak kishini yantirmoqchi bo'lasanmi? Sen erkak kishini tushun, mehr ber, 2 barobar qilib qaytaradi seni. Faqat shu narsani eslab qol.